Alisher Navoiy bobomizning gaplari. Odam bor, farosat, vijdon, or, nomus, yaxshiligi bilan naqsh kabidir. Odam bordir, hayvon bas, hayvon undan yaxshi. Mol undan yaxshi. Eshak undan yaxshi. Nimaga? Hani biz aytgan sifatlar yo'q. Or, nomus, vijdon, farosat, madaniyat, kamtarlik, saxiylik hech nima yo'q unda. U ko'rinish, shakl odam bo'lib tug'ilib qolgan xolos. Xo'p, uf deb qo'ymagan. Tafsirda ulamolar aytadi. Uf degan so'z insonda malol kelganda gapiriladigan gaplarda eng pasi hisoblanadi. Eng pasi. Baqir chaqir, so'kinish, u yuqorilab ketaveradi. Xudo shuni ufda aytadi. Uf deb qo'ymagan, deyapti. Endi ulamolar aytadi, Alloh taolo eng pasiniki qilmagin degandan keyin pastdan tepa-tepasini vobshim yaqiniga borma degan. U tomirlarni